Kinoga ko'chgan hayot. Tabib romani. 20-asr boshlari Polsha. Ajoyib jarroh Rafal Vilchuk baxtdan masrur yashardi. Uning hamma narsasi bor. Sevimli rafiqasi va qizi, sevimli ishi, atrofga dong taratayotgan shon shuhrati. Ammo kutilmagan fojia uning hayotini o'zgartirib yuboradi. Kimligini, qayerdanligini, o'tmishni unutgan shifokor o'ziga begona kimsalar oldida ko'zlarini ochadi. Sargardonlik uni sinovlarda toblaydi. Yaxshi-yomon kishilarga ro'baro qiladi. Ammo insoniy fazilatlari bir on bo'lsin yoddan chiqmaydi. Ich-ichidan uning tuyg'ulari nimanidir junbushga keltirar, ovoz chiqarib hayqirayotgandek tuyuladi. Barmoqlar esa egasiga bo'ysunmaydi. Xotiraga begona hislar bosh ko'tarib, bemorlarga davo istayveradi. Polshalik yozuvchi Daushen Dolgen Mastovich asari asosida rejissyor Yeji Gofman suratga olgan tabib filmi 1982-yilda namoyish etildi. Og'ir jarroh olish natijasida xotirasidan ayrilgan, oilasidan uzoqda yashashga majbur bo'lgan varshavalik jarrohning taqdiri haqida fojiali voqealar tomoshabinlar ko'nglini allanechuk tuyg'ular uyg'otadi. Polyak yozuvchisi Daushen Dolgen Mastovichning qalamiga mansub bo'lgan tabib romani asosida avval ham 1930-yillar oxirida film suratga olingan. Biroq filmning yangi versiyasi tomoshabinlar va kinotadqiqchilar e'tirofiga sazovor bo'lgan. Tabibda 1930-yillarda Polshada sodir bo'lgan voqealar tasvirlangan. Film dekoratsiyalar, kiyimlar va boshqa detallarga jiddiy e'tibor berilgan. Shuningdek, aktyorlar jamoasi ham o'z rollarini mahorat bilan ijro etgan. Bu haqiqiy podshoh dangalari. Umrini oxirigacha yetadi. Oldingda shunchalik qarzdormanki, uni har qancha boylik bilan ham uzib bo'lmaydi, lekin bor budim hammasi seniki. Nimalar deyapsan, Prokop? Esingni yeb qo'ydingmi? Aloqa. Men buni pul uchun qilganim yo'q. Bolaga rahmim keldi. Ol deyapman. Yo'q, olmayman. Men chin dildan beryapman, qo'limni qaytarma. Men ham chin dildan. Non suvga pulim bor. Tamaki bilan Engilboshga doim ishlab topishim mumkin. Menga qara, Antoni. Nima endi men senga tiz cho'kishim kerakmi? Ol deb. Agar xizmat uchun xursand qilmasam, odamlar ustimdan kulib yurishadi. Iymon insofdan bo'lmaydi bu. Ol. Yo'q. Oltinga yo'q desang, xo'p, mayli. Qon qardoshimiz bo'lib, biz bilan yashab qol. Marhamat. Kelib Rahmat. Bunaqa jalada ko'chaga chiqishga ham qo'rqasan. Shoshmayotgan bo'lsangiz shu yerda kuting. Tegirmongacha yo'l olis, shalabbo bo'lasiz. Siz meni tegirmonda yashashimni bilasizmi? Albatta, siz tabibsiz. Chor atrofda siz haqingizda duv-duv gap.